Assalomu alaykum. Siz uchun qaysi bir ma'qul farzandingizni sizga quloq solib, deyarli hamma sizning buyruqlaringizni so'zsiz bajarganimi yoki farzandingizni sizga o'zini hissiyotlarini erkin bildira olishimi? Odatda shu savol bilan auditoriyaga murojaat qilganimda deyarli hamma ota-onalar men farzandimni menga quloq solishiga, meni deyarli hamma so'zlarimni so'zsiz ado etishini xohlayman degan javob berishadi. Lekin qarang, bitta paradoksal holatda siz farzandingizni mustaqil bo'lishini xohlaysiz, lekin oilada uni mustaqil bo'lish uchun harakatlarida erkinlik bermaysiz. Keling, bugungi aynan shu videoda kecha sizdan kelgan SMSlarga qisqacha javob beraman. Menga kelgan SMSlarda farzandim umuman gapimga quloq solmaydi. Uydagilar farzandingni taltaytirib yuborgansan degan menga jalbala bildirishadi. Menga yordam bering. Farzandim 1,5 yoshda, 3 yoshda, 4 yoshda, 5 yoshda, 7 yoshda, 8 yoshda va hokazo. Oilamiz ajrim yoqasida, lekin aynan shu holat farzandlarimni tarbiyasida, farzandlarimni psixikasida yomon ta'sir qilganini ko'rdim. Nima deysiz? Yordam bering degan savollar juda ham ko'plab keldi. Shu sababli quyidagi videoni yozishga ahd qildim. Nima deb o'ylaysiz? Aynan qaysi holat, qaysi yo'l bilan farzand tarbiyasida yondashganimizda farzandimizni chiroyli, o'z fikriga ega, mustaqil fikrlaydigan, shu bilan birga boshqalarning shaxsiy chegaralarini hurmat qiladigan farzand biz tarbiyalay olamiz. Biz odatda o'zimiz xohlaydigan holatda teskarisini qilamiz. Paradoksal holat. Bolaga erkinlik bermaymiz. Uyda deyarli bola faqatgina bizning buyruqlarimizni ostida bizni so'zimizdan chetga chiqishiga izn bermaymiz. Lekin paradoksni qarangki, ko'chada aynan u o'zini tengdoshlarini, tengqurlarini oldida, maktabda, institutda, bog'chada o'zini mustaqil fikriga ega bo'ladigan so'zli kuchi bor insonni xohlaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Agar bolaga oilada bu erkinlikni siz bermasangiz, bolada bu ko'nikmalar hosil bo'larmikan? Bir o'ylab ko'ring. Keyingisi. Ota-ona sifatida avvalo siz e'tibor berishingiz mumkin bo'lgan, e'tibor berishingizni taklif qila oladigan bir nechta vaziyatlarni men sizga taklif qilaman. Birinchisi, ha va yo'q so'zlaringizda kuchi bo'lsa. Ha va yo'q so'zlaringizda kuchi bo'lsa, birinchi eshitishda siz uchun g'alati tuyulishi mumkin, lekin aynan shu narsa farzandingizni sizga bo'lgan diqqatini, hurmatini, e'tiborini ko'rsatkichi bo'la oladi. Chunki odatda biz farzandimizga o'zimiz jarayonlarni yig'lab, injiqlik qilib, baqirib, qaysarlanib, injiqlanib, xatti-harakatlarimizda ya'ni yomon holat bilan nimagadir erishishni o'rgatib qo'yamiz. O'zimiz bilmagan holatda. Misol uchun deylik, farzandingiz sizdan shirinlik olib berishni so'radi. Birinchi sizga savol bergim keladi. O'sha shirinlikka baribir farzandingiz yig'lagandan keyin olib bersangiz, nimaga farzandni bunga yig'lab, injiqlik qilib, baqirib, dodlab, qaysarlik qilib borishiga ko'nikma hosil qilasiz? Ya'ni siz boshida yo'q deysiz, lekin bunga ko'nasiz. Bola yig'lab, isterika qilib, to'polon qilgandan keyin ko'nasiz. Siz avtomatik ravishda bolaga sen qachon menga yig'laysan, baqirasan, dodlaysan, injiqlik qilasan, agressiyani ko'rsatasan, keyin men senga ruxsat beraman degan o'zingiz bilmagan holatda bolaga ongsiz ravishda o'zingizni programmangizni joylab qo'yasiz va qarabsizki, bola har bitta xatti-harakatlarida, har bitta jarayonga reaksiyasida agressiya bilan erishish kerak ekan degan xulosaga keladi. Va siz menga murojaat qilasiz. Bolamda agressiya bor. Hamma narsa deyarli uradi, hamma bolalarni uradi, tengqurlarni uradi, baqiradi, so'kadi va yaxshi emasga kiradi. O'sha adaptirovat qilgan, qanaqa qilib bu holatdan chiqarish mumkin? Demak, qarasangiz, uni ildizi onalarda, ota-onalarda bo'ladi. Ha va yo'q so'zingizda kuchini his qiling. Agar siz shu bolangizni qaysi bir ehtiyojiga haqiqatda yo'q demoqchimisiz? Albatta yo'qning va oxirigacha shu so'zingizda turing. Agar siz farzandingizni qaysidir so'ziga ha demoqchimisiz, iltimos buni ham boshida ha deng va bolani bu jarayonga isterika bilan borishiga yo'l bermang. Keyingisi, farzandingizni hissiyotlari ustidan kulmang. Menga savol berildi. Kecha 1,5 yosh bolam to'polonchi ko'chaga chiqisi keladi. Bolam 3 yoshda to'polonchi ko'chaga chiqisi keladi. Birinchi o'rinda his qilishingiz kerak bo'lgan narsa, bola sizdan nimadir talab qildimi, uni dunyosi uchun bu narsa juda ham ahamiyatli. Ko'chada прогулка qilish, aylanish, tengqurlari bilan qum o'ynash, pesoklardan har xil shakllarni yasash, demak bola uchun juda ham ahamiyatli narsa.
siz yo'q, bolaga ko'p e'tibor bersak u taltayib ketadi degan o'zingizdagi iqrorligingiz bilan bolaga bu ruxsat bermaysiz. Qarabsizki, bola 100 marta, 200 marta, 500 marta sizga bu holat bildiradi, oxir oqibat chekinadi va o'zida siz uchun qulay bola obrazga kirib oladi. Afsuski, bu obraz ertaga sizga farzandingizni kelajakda jamiyatda o'zini o'rnini topishga yordam bermaydi. Nabarot, sindirib beradi. Bola hech qachon o'zini fikrini bildirmaydi. Bola hech qachon xohishlarini, istaklarini tashqariga chiqarmaydi. Chunki siz o'sha bolaga seni haqqing yo'q, senga emas degan uстановkani berib bo'ldingiz. Demak, bolalar bilan munosabatda birinchi o'rinda xulosalasak, ha va yo'q so'zlaringizda kuchi bo'lsin. Keyingisi bolani hissiyotlarida u hissiyotlarni bolani dunyosi uchun juda ham ahamiyatli ekanligini his qiling. Keyin bitta narsa 1 yosh, 10 oylik, 2 yosh bo'lib hali taltayib ketishib anglashmaydi. Bolada chuqur tafakkur, analiz, sintez, tahlil hali 1-2 yoshda bo'lmaydi. Bola birlamchi reflektor sizga signallarni beradi. Ha, yo'q, boraman, unaqa qilaman, bunaqa qilmayman. O'zini xohishlarini hali chuqur tafakkur qilib, anglab, analiz qilib keyin sizga bildirmaydi. Bolada hali taltayib ketish degan narsa yo'q. Odatda menga savol beriladi. Bolam 10 oylik gashukka o'rgana olmadi. Biz uni urdik, lekin hali ham o'rgana olmayapti. Nima deb o'ylaysiz? Hali bu jarayonni anglamagan, tafakkur qila olmagan, bu jarayonni nimaga kerakligini u hali tushunmaydigan bolani urib, mana shu jarayonga majburlaganda qanaqa holat bo'lar ekan? Bu xuddiki bir bitni xoli olasizda, uni xoli sindirib, shoxalarini, baylarini sindirib tashlab, zarba bergan kabi bolaga qattiq ta'sir qiladi. Bolalardagi psixologik travmalarning asosini afsuski o'zimiz bilmagan holatda bolalarimizda biz shakllantirib qo'yar ekanmiz. Hozircha bermoqchi bo'lgan tavsiyalarim shundan iborat. Inshaalloh Xudo xolasa yana vaqtimga qarab joylab ketaman. Va shu o'rinda sizga bildiraman, yaqinda men ona bo'laman kursim start oladi. Kurs borasidan berilgan 1-2 savollarga to'xtalib o'taman. Iltimos menga bu kabi jumlalarni yozmang. Sizda o'qiganimda kafolatlaysizmi? Men homilador bo'lamanmi? Haqiqatda shunaqa bo'ladimi? Men uni bilmayman. Chunki siz vrachga borganingizda siz bilmaysiz u dori sizga qanaqa ta'sir qiladi. Tasavvur qiling, meni qo'limda sizga beriladigan baza bu bitta xuddi dorida. Tasavvur qilsangiz. Uni siz bilmaysiz, siz uni primat qilganingizda sizda qanaqa ta'sir qiladi. Agar haqiqatda men sizga bergan baza tartibida, ya'ni texnikali ko'rsatmalar asosida siz ishlarkansiz, inshaalloh natija albatta bo'ladi. Faqat u sizning harakatingizga bog'liq. To'g'ri, birinchi navbatda trenerdan olinadigan baza, lekin sizdagi harakat bilan hamohang bo'lishi shart. Bo'lmasa natija degan joyda hech qanaqa sizda koeffitsient bo'lmaydi. Shu sababli iltimos bunaqa savol bilan murojaat qilmang. Men hali hech qachon darslarimga kafolat berib yozmaganman. Bu o'zimni bilimimga ishonmaganimdan emas. Men sizdagi harakatga amin bo'lmaganim uchun. Qachon siz bizdan olinadigan bazani o'zingizda biz ko'rsatgan tartibda o'ylarkansiz, harakat qilarkansiz, inshaalloh natija bo'ladi. Chunki u texnikalar, u bazalar o'zidan o'zi sizga berilmaydi. Demak, uni o'rganilgan va amaliyotda qo'llanilgan ilmiy baza bo'ladi. Hech qanaqasiga qanaqadir bir kechirasiz, qanaqadir shu meditatsiya qiling, sizda bolangiz bo'ladi, okey, meditatsiya qiling, sizda pul bo'ladi emas. Chuqur ilmiy asosga ega bu nazariya bu. U nazariya siz amaliyotda qo'llaganingizda u natijaga boradi. Amaliyotda qo'llamas ekansiz, siz shunchaki mendan kursni olib natijaga chiqmasligingiz mumkin. Shu sababli kurs borasidagi 1-2 savollarga qisqacha to'xtaldim. Men ona bo'laman kursimga homiladorlikda turli xil muammolarga uchrayotgan, homiladorlik jarayonida kasalliklar yoki homiladorlikdagi qandaydir ruhiy holatlar, depressiya, stresslar yoki toksikozlar yoki boshqa yondosh kasalliklar bilan og'riyotgan bo'lsangiz yoki homiladorlikka tayyorlanayotgan bo'lsangiz, men sizni bu kursimga albatta taklif qilaman. Men hech qanaqa vrach emasman. Alhamdulillah, men psixologman. Va psixolog sifatida bilamanki, insondagi kasalliklar bu sizda o'sha jarayonning yakuni. Siz yakunni ko'rasiz hozir. Misol uchun, mana shu choyni damlash uchun siz choyni oldin suv qaynatasiz, keyin anaqani quruq choyni solasiz, bu choy shakliga aylanadi. Xuddi shunaqa. Kasallik yetilib kelgungacha
xuddi shunaqa sizni ham ongingizda uni ma'lum bir ildizlari bo'ladi. O'sha ildizlarga ta'sir qilinganda u inshaalloh bir umrlik natija bo'ladi. Faqatgina kasalliklarga jism bilan yordam berish, bu simptomlar bilan ishlash bo'ladi. Yordam beradi albatta, lekin bir umrlik natija uchun men psixolog sifatida psixologik yechimlarni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. O'zingiz ehtiyot bo'ling, vaqtingizga rozi bo'ling.